Uning turli navlari, milliy taomlar, hunarmandchilik va Xorazmning o'ziga xos madaniyati bir joyga jamlangan va albatta eng qiziq tomoni har bir qovunning o'z tarixi va o'ziga xos ta'mi bor. To'g'risini aytsam, bugun qovunni tatib ko'rdim va bunaqa qovunni hech qayerda tatib ko'rmaganman Davron aka. Albatta, qovun sayli o'z janri nuqtai nazaridan dunyoda yagona bir festival desak mubolag'a bo'lmaydi va juda ko'plab yurtimiz mehmonlari, xorijlik turistlar bugun davramizda ishtirok etishyapti va qovunning ta'miga baho berish barobarida o'zbek xalqining chin ma'nodagi mehmon do'stligidan, asriy urf-odatlari, an'analardan bahramand bo'lishga ulgurishmoqda va shu bilan birgalikda mana shu keng davrada musiqa bayramini ham nishonlash imkoniyatiga egalar. Umid qilamizki, Xorazm viloyati musiqiy jabhada ham o'zining chin ma'nodagi mehmon do'stligini barchamizga bor bo'y basti bilan ko'z-ko'z